Insult o'tkazgan bemorlarda reanimatsiya bo'limida kasallikning dastlabki 1-2 sutkalarida boshlash kerak. Reabilitatsiyani bemorni birinchi to'g'ri holatda yotqizishdan boshlanadi. Bizda 4 xil to'g'ri yotqizish holatlari bor. Birinchisi orqasi bilan yotqizish, ikkinchisi zararlangan tomoni bilan, uchinchisi zararlanmagan tomoni bilan va oxirgisi bemorni qorni bilan yotqizish holati hisoblanadi. Hozir biz sizlar bilan hammasini ko'rib chiqamiz. Birinchi holat bemorni orqasi bilan yotqizish hisoblanadi. Bemorni orqasi bilan yotqizganda e'tibor beradigan birinchi narsamiz bu bemorni to'g'ri holatda yotganligi, boshlari, yelkalari, qo'llari va oyoqlari bir xil tekislikda joylashgan bo'lishi kerak. Agar bemorni boshlari o'ngga yoki chapga qayrilib qoladigan bo'lsa, bemorda vaqti bilan kravshiya hosil bo'ladi. Buni oldini olish uchun bemorni boshini yoniga sochiq qo'yib olamiz. Bizga mana bunaqa sochiq kerak bo'ladi. Sochiqni mana shu ko'rinishda taxlab olamiz va boshlarni yoniga fiksatsiya qilib qo'yamiz. Ikkinchi holat bizda bemor to'g'ri holatda uzoq vaqt davomida yotganda bel mushaklari atrofiya bo'lishi mumkin va bu atrofiyani oldini olish uchun biz bel mushaklarining ostiga sochiq qo'yib olamiz. Bu uchun bizga mana shunaqa sochiq kerak bo'ladi. Sochiqni shu holatda taxlab olamiz va bel mushaklari ostiga qo'yamiz. Keyingi holat oyoqlar hisoblanadi. Oyoqlar uzoq vaqt davomida to'g'ri holatda joylashganda ba'zi bemorlarda oyoqlari qayrilib qolishi mumkin tashqariga va tashqariga qayrilganda uzoq vaqt davomida yotganda son chanoq bo'g'imi qotishi hisobiga Wernicke-Mann pozasi shakllanib qoladi. Buni oldini olish uchun oyoqlarni to'g'ri holatda qo'yib, oyoqlarning ostiga yostiq qo'yib olamiz. Mana shu ko'rinishda. Shu holatda oyoqlar simmetrik holatda joylashadi. Yoki yostiqni dumaloqlab yoki maxsus dumaloq yostiqlarni olib, tizzalarning ostiga xuddi shu tarzda qo'yib olamiz. Oxirgi holat bizda yelkalar hisoblanadi. Yelkalar shu holatda joylashganda artropatiyalar hosil bo'lishi mumkin yelka bo'g'imida va buni oldini olish uchun biz yelka bo'g'imini qo'llarni 90 gradusda joylashtiramiz. Qo'llarni 90 gradusda qo'yib olib, qo'llarning ostiga yostiq qo'yib olamiz. Bu holatda vaqti bilan bemorlar qo'lini tashqariga va ichkariga burib yotishlari mumkin bo'ladi. Ikkinchi holat bizda yonbosh holatda yotish hisoblanadi. Yonboshlatish uchun birinchi agar o'ng tomon zararlangan bo'lsa, oyoqlarni tizzadan bukamiz. Agar bu zararlanmagan sog'lom tomon bo'ladigan bo'lsa, oyoqlarni tizzadan bukishni aytamiz. Keyin qo'llarini chap tomonga burib, shu holatda yonboshlatamiz. Yonboshlagan holatda tanasi tekis holatda joylashishi kerak. Oyoq uzatiladi. Oyoqlar tekis holatda, tanasi ham tekis holatda joylashadi. Tanasi orqaga yoki oldinga ketib qolmasligi kerak. Orqaga ketib qolmasligi uchun orqalaridan fiksatsiya qilib qo'yamiz. Yostiqni orqasidan fiksatsiya qilamiz. Ustidagi oyoqni bukiladi va oyoqlar orasiga yostiq qo'yiladi. Mana shu holatda. Endi qo'llarni 90 gradusga qo'yib, qo'llarning ostiga yostiq qo'yib qo'yamiz. Bunda ham qo'llarni tashqariga, ichkariga burishlari mumkin bo'ladi. Bu sog'lom qo'l erkin holatda turadi. Bu holatda zararlangan tomon o'ng tomon hisoblanadi. Chap tomon bo'lsa ham o'ngga yoki chapga yonboshlatish xuddi shu tarzda davom ettiriladi. Oxirgi holat bizda qorni bilan yotish hisoblanadi. Qorni bilan yotgan bemorlarda deylik zararlangan tomon o'ng tomon bo'lsa, o'ng tomonda oyog'ini ostiga yostiq qo'yib olamiz. Shu holatda. Endi qo'llarini oldinga uzatiladi va qo'llarini ostiga yostiq qo'yib olamiz. Mana shu holatda. Bu holatda boshlarini o'ng tomonga va chap tomonga bemalol burishlari mumkin bo'ladi. Chap qo'l
erkin holatda turadi. Ma'lumotlarimizdan foydalanib, bemorlarimiz yaqinlari reabilitatsiya jarayonini to'g'ri boshlashlari mumkin. Agar ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'ying.